TMS Vodiy filialidan Lowell kombaynining SF70 modeli Farg'ona viloyatiga sotildi. Avvalgidek o'sha har doimgi har doim Nodir aka xarid qildilar. Hozir o'zlaridan bir og'iz kombayn haqida fikrlarini so'rab qolamiz. Nodir aka, qutlug' bo'lsin kombaynlar. Qutlug' rahmat, sizlarga nasib qilsin, hammaga nasib qilsin bundan zo'rlarini olish. Aka, yaxshi kunlarda ishlating kombaynlarni, xudo xolasa. Mana bu nechinchi kombayningiz bo'ldi eseningizdan xarid qilgan? Kombaynimiz. Ha, to'g'ri 2022-yil xuddi shunaqasidan xarid qilishgandi. Hozir mana kombayn yaxshi ishlab, o'zini qoplab, hozir mana ikkinchisi Lowelldan SF70 1 milliard 150 millionlik kombayn xarid qildi akamiz. Aka, birinchi shu qishloq xo'jaligi sohasiga qaysi traktordan kirib kelgan? Sir bo'lmasa shu ish kuzatuvchilarga aytsangiz. 2014-yilda shu Lowellda 304 ni oluvdik Toshkentdan, shu bilan boshlaganmiz-da. Ha, Lowellga nima deysiz, Lowell texnikalariga? Zo'r, yaxshi. Mana Nechinchi texnikangiz Lowelldan bu, xudo xolasa, minishingiz? 11 bo'lsa kerak. Akamiz 2010 olamiz u. 2014-yildan beri mana 2026-yilgacha xuddi shunday kombaynlarni hozir mana ikkita qilishdi. Yana Piqir Burun, Lowell 504, shunga o'xshash texnikalar bor. Xudo xolasa aka, to'xtamang. Yaxshi kunlarga nasib qilsin aka. Qutlug' bo'lsin traktorlar. Ha.